Ha, qishloqlar tayyormisizlar? Hozir men qovonni qo'yaman, keyin birinchi golim bo'ladi. Ana golim. Kapot, yaxshi bo'ldi. Ana qishloyimizda ham birinchi golim tayyor bo'ldi endi. Ancha vaqtdan golim ko'rmayatuvdik. Ha, to'g'ri aytasanlar qishloqi. Anchadan beri golim yo'q edi, mana endi paydo bo'ldi golim. Yaxshi shuncha temir topib, mana shu golimni qildik. Yaxshi, lekin davay ishla golim endi. Men hozir so'rashib olay. Hamma salom do'stlar, meni otim Kompot. Yangi joyga xushkepsizlar. Ancha vaqtdan beri bizning qishlog'imizda golim yo'q edi. Juda ham kerak bo'lardi. O'shaning uchun men golim qurishga qaror qildim. Temirdan shaxtalar oldim, uyimdan, skladdan keyin mana shu golim qaranglar, men уже Gulberot qishloqlarga namichi mehribon golim bu. Vau! Mana shunaqa golim qurdik. Xullas shunaqa mana qaranglar, Gulberot hammaga yaxshi golim, menga yoqdi. Anu zombimi? Mayli, hozir golim yutib qo'yadi zombini bemalol. Qani, davay golim. Nima bo'ldi? Voy zombi. Voy tezroq mech olish kerak, qaqib ketib qoldi zombi. Ne golimni olib ketdi meni. Voy tezroq borish kerak. Voy, zombi nima qildi? Golim yutadi desam, zombi olib ketdi-yu golimni. Nima qilaman endi men? Qani endi u? Obbo, golim olib ketdim endi zombi. Golim yutadi deb o'yladim-ku. Voy, zo'rg'atilab temir topdim shu golimga o'zi qo'vo bilan. Afsus. Ha, mayli, ertaga endi ertalab shaxtaga tushib, yangi golim qurishga harakat qilaman. Ertalab shaxtaga tushaman, temir olaman, keyin yana где-то 5 tami golim quraman. Yo'qmasa golim kerak bo'ladi bizning qishlog'imizda. Zombini yutadimi desam, zombiga yutqizib qo'ydi. Zombi ko'tarib olib ketdi, qayerga o'g'irlab ketdi golimimni. Ha, mayli, qurib olaman yana 5 tacha golimlarni. Lekin xafa bo'ldim. Ha, mayli, men birpas uxlab olay bo'lmasam ertagingacha. Kapot, tezroq chiq, iltimos. Kapot. Kim meni chaqiryapti? Obbo, maza qilib uxlayotgandim. Kech bo'pti-yu, o'zi kim meni chaqiryapti? Bunaqa kechasi. Kapot, tezroq chiq. Kim meni chaqiryapti? Qani ko'rlichi? Qishloqmi, maza qilib uxlayotgandim. Uni meni chaqirasan, balo bo'lmadi. Shunchalik kerakli ishmi meni chaqirasam bunaqa kechasi? Kapot, juda ham kerakli ish. Mana buni qarang, Kapot. Apokalips boshlayapti ko'chada. Juda ham yomon bo'lyapti, Kapot. Mana ko'chani qarang. Nima deyapsan? Qani bitta ko'raylik. Nima bu? Qanaqa bo'lishi mumkin edi? Qishlog'i men tushunmadim nima bo'lyapti. Golimlar bular. Zombi golimlarni tushunmadim men. Qishloqqa nima bo'lyapti? Kapot, men o'zim bilmayman, juda ham qo'rqib ketdik biz. Qishloqlar qani bo'lmasam, qishloqlar u yerda bekib oldi. Qishloqlarni tezroq chaqir, men turib turinglar, shunaqa bo'lib. Davay tezroq qishloqlarni chaqirgan, keyin men yerda rad bo'lib turinglar, xo'p? Bo'pti, men qishloqlarni chaqiraman hozir. Men ketdim, Kapot. Davay tezroq qishloqlarni chaqirib turib turlaring. Nima bo'lyapti do'stlar? Nima zombi golimlar bular? Mech yordam bermaydi точно. Mech bilan nima ham qila olardim men? Pushka topish kerak. Ha, hozir skladga borib kelishim kerak tez. Skladdan pushka bor edi. Hozir skladdan pushka olib kelaman. Hozir qishloqlarni chaqiradi. Hamma uyda men bekinyapti uyda, lekin nima qilamiz bekinib hozir. Kod bor ekan mana skladda. Qanaqa edi kodi? 1-2-3mida oldin qo'ydim esimda уже. Yo'q, hozir 12 13-46. To'g'ri, davay. Mana shu pushkalar bor edi. Yo'q, bu yerda emas. Ana. Mana shu pushkalarni olib hozir ochib tashlayman hammasini. Pushkalar ko'p, hammasini. O'qi ko'p. Keyin branya topsam zo'r bo'lardi. Olma ham bor. Tillali olma. Keyin branya topsam ana branya olmasam, branya olaman. Как раз yaxshi tushdi.
iyi bo'ldim. Biza tayyormiz. Qishloqlar ham tayyor bo'lgan bo'lsa, keyin biza borishimiz. Ana qishloqlar tayyor bo'pti. Hammasi aytganimni turyapti. Endi biza boshlaymiz. Bo'ldi, yaxshi turyapsizlar. Ha, kapot, lekin biz juda ham qo'rqib ketyapmiz sizlardan. Mana buni qarangin. Qo'rqmanglar. Hozir sizlar hujum qilasizlar. Men bitta joyga ularni chaqiraman, keyin sizlar hujum qilasizlar. Qishloqlar tayyormisizlar? Ha, biz tayyormiz. Davay, boshlaymiz. Bo'lmasam hammasini o'ldirib tashlasak bo'lmaydi. Sen tayyormisan qishloqqa? Ha, lekin juda ham qo'rqib ketyapmiz, kapot. Davay bo'lmasam qo'rqmanglar. Davay menga kelinglar hammanglar. Oy, tez yugurishimiz mavlani. Davay qishloqlar hujum qilinglar hammanglar. Ana boshlandi. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Davay qishloqlar. Ana katta, hammasini o'ldirib tashlaymiz hozir biza. Qani bitta narsa esimdan chiqibdi. Qishloqlar, davay chiqinglar, ne qo'rqasizlar bo'pti. Uyingizda bekib olgansizlar. Bitta narsa esimdan chiqib qolibdi. Mana pushka mashinadan otadi zo'r qilib. Mashina qo'yish esimdan chiqib qolibdi. Mana ana qo'yib bo'ldim. Endi o'sha yerdan otaveradi o'zi. Olma yeb olamiz, keyin otib tashlaymiz hammasini. Qishloqlar chuqurga tushib ketmanglar. Unaqa davay kelinglar bu yoqqa. Oy, mamni qaranglar, olovli pushkani. Yomon ekan lekin qishloqga, domlaga uyga otvormasam bo'ldi lekin uylarga. Ha, mayli, davay qishloqlar hujum qilinglar sizlar ham, bitta mammasu. Davay chuqurib ketyapti. Mamni qaranglar, shunchalik pushka kuchliligidan hali anitlarda ham bor. Davay ochib tashlayman. Yaxshi emas bu pushka, lekin olovli pushka juda ham menga yoqdi. Olovli. Davay ochib tashlayman hammasini hozir. Qani yana qoldimi ekan? Mana bularni ham otib tashlaymiz. Bo'ldi qishloqlar, yaxshi. Qolmadi shakl bo'ldi. Golemli zombilar tugadi shakli. Mana chuqur qo'yib qo'yamiz. Rostdan ham tugaganmikin? To'xtab turinglar, mashinani poylab turinglar. Oy, poylab turinglar, yana kelishi mumkin. Zamonmi qaranglar, tomga ham chiqib qolganni. Qanaqa qilib tomga chiqib qolgan bular? Otib tashlaymiz hozir. Ana nega voy mayli. Ana uyimga chiqib qolgan mayli, hammasini ochib tashlaymiz hozir. Oy. Hammasini ochib tashlayman men hozir, lekin bitta o'zim kuchim yetmaydi hozir mamni ochib tashlashga. Qishloqlar, menga yordam beringlar. Hamma yom ketyapti, men olovligini qaranglar. Davay ochib tashlayman men ikkita qo'limdan. Men uyimdan tush. Ikkita qo'lim bilan ochib tashlayman endi. Tugadimi deb o'ylasam, endi boshlayotgan ekan ko'plari. Davay qishloqlar ochib tashlanglar iltimos. Bitta men o'zim yutolmayman bularni. Paq ochib tashlayman. Chuqurlarga tushib ketsin men buni. Qishloqni keyin tuzatish kerak. Men agarodlarim nima bo'ldi? Voy, mayli. Birinchi o'lim golem zombilarni o'ldirib tashlashim kerak. Davay qanaqa qilib o'zimni golem bo'lgan zombilar, zombi bo'lib qolmaydi-yu golemlar. Davay endi snayperskida poq. Davay hammasini otib tashlayman hozir. Pritselsiz otib tashlayman, nishonsiz. Davay qishloqlar, yordam beringlar, lekin ularda pushka yo'q, yordam bera olmayman menga yaxshi. Faqat qo'l bilan urish olgadi bu golemlar bilan. Lekin golemlar qishloqlarni o'ldirib tashlayapti. Shuning bunaqa narsa kerak emas. Bitta o'zim ham yetolmayman shekilli. Qishloqlar o'tda kurashayotganlar golemlar bilan. Ha, mayli. Bitta o'zim ham yetlayni olib tashlashim kerak hozir mashinalarni. Davay. Nima qilaman yana? Pushkalarim qopachi, mana o'zimga to'g'ri qilib olaman. O'qlar qolmaganini chetga olib qo'yaman, o'qlar borligini bu yoqqa olib qo'yaman. Olma yeb olaman, tillali, ochib tashlayman hammasini. Mana akar bilan qishloqlar yuribdi aytdi. Davay endi otib tashlayman hammasini. Bu yoqqa kelinglar. Qanaqa qilib o'zimnaqa zombilik golem bo'lib qoldi. Tushunmadim ham. Juda ham kuchli bo'lib ketdi. O'zi golem kuchli edi. Oxirgi shakli bosh qolmadimikin? Yoki yana kelarmikan oldingi safarga? Yom ketyapti-yu skladimiz. Tezroq o'chirishim kerak bu skladda ichidagi narsalar yom ketmasa. Eng kerakli sklad o'sha ichidagi narsalar yom ketadi-yu hozir. Qach tezroq, davay bloklari bor, qo'lim yetmayapti tepaga. Shuning uchun o'chirib qo'yaman. Mana bitta qolib ketibdi. Bo'ldi.
tugadi. Boshqa kelmasa ayo momentlar ham bor ekan u hali. Bo'ldi bo'lsin, iltimos tugagan bo'lsin. Bo'ldi. Tugabdi shakl. Mayli, yana poylashimiz kerak hozir. Oldin safarga o'xshab yana chiqib kelmasin kompot salom deb. O'sha uchun qishloqlar bilan hozir yana poylaymiz. Golem zombilarni. Qishloqlar xabar olib keldik qishloqlardan. Mana qaranglar, огородlarni qishloqlar bo'ldinglarmi? Ha, bu kompot bo'ldi shakl bashi hamma yoqni o'ldirib tashladik bashi hammalarni. Ha, yaxshi bo'lmasa sizlarchi bo'ldinglarmi? Ha, biz ham bo'ldik. Hozir ko'rmayapmiz, hozir golemlarni. Qanaqa qilib o'zi zombi golem bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, lekin hozir ketib qolmaymiz, kelishi mumkin. Mana shu 1 soatchami turib turamiz kelmaguncha. Do'stlar, komment yozib qo'yinglar, qanaqa qilib zombi golem bo'lib qolishi mumkin. Voy, men огородimni ham tuzatishim kerak ekan. Ha, mayli, like bosib, obuna bo'lishingizdan chiqmasin, komment yozib qo'yinglar. Hammang xayr do'stlar, sog' bo'linglar.